Ba'zi bemorlar uchraydi. Ko'zida ko'zoynak, qalin ko'zoynak taqqan vaqtida ko'z gavharini qo'ydirmaydi va majbur bo'ladi +15, 10, +9, +12 shunaqa plyusi yuqori bo'lgan ko'zoynak taqib yurgan holatlar bo'ladi. Endi agar sizni ko'zingizda gavharingiz olib tashlangan bo'lsa, qalin ko'zoynak taqsangiz, bunaqa holatda albatta ko'zga gavharni skleralniy fiksatsiya degan usulda biz gavharni qo'yamiz va bemalol siz ko'ra olasiz va ko'zoynak taqishga hojat bo'lmaydi. Yuqori darajali gipermetropiyalarda ko'pincha ko'z kamerasi, orqa kamera va old kamera juda ham sayoz bo'ladi. Ba'zi gipermetropiyalik bemorlar bor. Orttirilgan gipermetropiyalar, ya'ni 40 yoshdan keyin noto'g'ri ko'zoynak taqish, ko'zoynakni tayyor ko'zoynaklardan foydalanish. Ba'zi Xitoyning ko'zoynaklari bor. +1, 2, 3, 4 bemor shunda oladi, o'qiydi, ishlatadi, yozadi. O'zini ko'ziga mo'ljallab qorachig'ini rastoyaniyasiga va sentriga qarab mo'ljallab olinmagan ko'zoynaklarda bu o'qishga ishlatilganda ko'zda tez plus oshadi, ham uzoqqa qaralashadi, ham yaqinga qaralashadi. Gipermetropiya, ya'ni ko'zni ham uzoq, ham yaqinga qarab ko'rish haqida ozgina siz bilan gaplashamiz. Ba'zi bemorlar uchraydi. Ko'zida ko'zoynak, qalin ko'zoynak taqqan plus oynalik odamlarni ko'rib qolasiz. Ba'zida tug'ma bo'ladi, yoshligidan plusi yuqori bo'ladi. Ba'zida yoshi kattaroq bo'lganlarda ko'zlarida bu narsani ko'rib qolasiz. Tug'ma holatlarda bu albatta bu ko'zoynaklar taqib, juda qalin ko'zoynak yoki kontakt linzalar taqib yurganini ko'rasiz. Ba'zilar tug'ma katarakta bo'ladida vaqtida ko'z gavharini qo'ydirmaydi va majbur bo'ladi +15, 10, +9, +12 shunaqa plyusi yuqori bo'lgan ko'zoynak taqib yurgan holatlar bo'ladi. Ba'zilar yosh kattalarda ham hattoki gavharni olib tashab, o'zini gavharni katarakta bo'lib olib tashlaydida, qanaqadir sabablar bilan gavhar doktor qo'ymaydi va bemor majbur bo'ladi qalin ko'zoynak taqishga. Avvallari shunaqangi metod bor edi. Bu reklinatsiya xustalika deyiladi. Gavharda shunday ko'z ichiga kirib, ko'zi ichki tomoniga, ya'ni shishasimon tanaga cho'ktirib olishdi, cho'ktirib olish yo'li bo'lgan. Endi bu avval meditsina rivojlanmagan paytida bu Ibn Sino tomonidan qilingan operatsiyalardan biri hisoblanadi. Bu ko'zi oqarib qoladi-da, gavharda o'sha ko'zni ichidagi maxsus tig'i bo'lgan tiqib turib ko'z ichiga tushirib olgan va bemor ko'ra olgan. Ya'ni plus ko'zi ko'rmagan odam ko'zi ochiladi, lekin tiniq ko'rmaydi-yu, o'zini yo'lini yura oladi, topa oladi. Shunaqangi bo'lgan. Endi hozirgi zamonda maxsus gavharlar bor. Odamni ko'zini gavharni olib tashlagandan keyin o'rniga yangi sun'iy gavhar qo'yib qo'yiladi va bemor bemalol uzoq, yaqin, har qanaqa masofalarni ko'rishi mumkin agarki ko'z tubida o'zgarishlar bo'lmasa. Endi agar sizni ko'zingizda gavharingiz olib tashlangan bo'lsa, qalin ko'zoynak taqsangiz, bunaqa holatda albatta ko'zga gavharni skleralniy fiksatsiya degan usulda biz gavharni qo'yamiz va bemalol siz ko'ra olasiz va ko'zoynak taqishga hojat bo'lmaydi. Yuqori darajali gipermetropiyalik tug'ma bemorlar ko'pincha yoshlari kattaroq bo'lguncha ko'zoynak va kontakt linzalardan shug'ullanishadi. Hech qanaqa dori-darmonlar, lecheniyalar yordam bermaydi va bu asosiy to'g'ri ko'zoynak tanlash va to'g'ri kontakt linza tanlash bu narsaga yordam beradi. Endi bunaqa bemorlar ham vaqt o'tgan sari ko'zoynakdan taqqisi kelmay qoladigan holatlar ko'p. Yosh katta bo'lyapti, turmushga chiqishdan oldin yoki erga berishdan oldin, umuman olganda to'ydan oldin ko'p bu bemorlar keladi. Qalin ko'zoynagimni yechay, men ham uylanay. Chunki ba'zi holatlarda bor ko'zoynak taqishga uyaladi odamlar. O'shanaqa holatlar kelganda albatta ko'zoynagi agar gipermetropiya yengil, o'rta darajali bo'lsa, agar shohparda va ko'zni tublari yaxshi bo'lsa, u albatta biz lazerli korreksiya bilan ko'zni korreksiya qilamiz va ko'zoynak va kontakt linzadan xalos qilamiz. Yuqori darajali gipermetropiyalarda ko'pincha ko'z kamerasi, orqa kamera va old kamera juda ham sayoz bo'ladi va odamni bu gavhari kattaligi hisobiga ko'zda glaukoma degan ko'z bosimini oshirish
kasalligi kelib chiqadi va buni oldini olish uchun ham gavharni yangilab, yangi gavhar qo'yib, ko'z burchagini, ya'ni ugl kamerani ochib qo'yishimizga to'g'ri keladi. Va o'shandan keyin bemorda glavkoma kasalligi bo'lish xavfi ancha pasayadi. Umuman bu turda glavkomalar gavharda almashtirgandan keyin ko'pchilikda uchramaydi. Gipermetropiyali bo'lgan bemorlarda gavharni almashtirganda albatta biz astigmatizm holatini ham e'tiborga olamiz. Ba'zi bemorlarda ham gipermetropiya, ya'ni plus yuqori bo'ladi, ham astigmatizm ham uchrab turadi. Astigmatizmda shohparda qiyshiq bo'ladi. Buni ham plus va minus turlari bor. Buni biz siz bilan lazerli korreksiyada albatta aytib o'tgan edik, yana bir aytaman. Bunda ham maxsus gavharlar, astigmatik gavharlar bilan korreksiya qilish mumkin. Agar juda ham yuqori plus bo'lsa va astigmatizm bo'lsa, etapma-etap, birinchi etap qilib turib ko'zga gavhar qo'yish, ikkinchi etap qilib lazerni korreksiya qilish amaliyotini ham o'tkazish mumkin. Bu albatta individualni ko'zni shoh parda qalinligi va shoh pardadagi o'zgarishlar, to'r pardadagi o'zgarishlar va gavhardagi o'zgarishlardan kelib chiqiladi. Ba'zi gipermetropiyalik bemorlar bor. Orttirilgan gipermetropiyalar, ya'ni 40 yoshdan keyin noto'g'ri ko'zoynak taqish, ko'zoynakni tayyor ko'zoynaklardan foydalanish. Ba'zi Xitoyni ko'zoynaklari bor. Plus 1, 2, 3, 4 bemor shunday oladi, o'qiydi, ishlatadi, yozadi. O'zini ko'ziga mo'ljallab, qorachig'ini rastoyaniyasiga va sentriga qarab mo'ljallab olinmagan ko'zoynaklarda bu o'qishga ishlatilganda ko'zda tez plus oshadi, ham uzoqqa xiralashadi, ham yaqinga xiralashadi va bunday odamlar avval uzoqni ko'rishi zo'r bo'lgan va keyinchalik plusi oshgan bemorlar ham bo'ladi. Plus 4, plus 2, plus 3 bu juda turli tuman. Ba'zi bemorlar keladi, ko'zida plus 3 uzoqqa bor, yaqinga plus 6, 7 bor. Yoshlari 60 yoshlarga, 55 yoshlarga kirib qolgan bemorlar ham uchraydi. Unaqa holatlarda ham biz trifokalniy gavhar qo'yamiz, ham uzoq, ham yaqinni ko'radigan gavharlar qo'yib beramiz va bemorni ko'zoynaklardan xalos qilamiz va bemor o'zini ko'zi bilan ko'ra oladi. Ko'z nur klinikasida bu muolajalar albatta mavjud. Agar sizni o'zingizni, ota-onalaringizda ko'zoynaklarda qiynalib ko'rayotgan bo'lsa, albatta klinikamizga keling va biz sizga yordam qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sahifamizga obuna bo'ling. Bundanda qiziq mavzularimiz albatta hali oldinda. Ko'rishguncha sizlar.